Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. 3 tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 46 ta maktab, 49 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, bitta Barkamol avlod bolalar maktabi, bitta prezident ixtisoslashtirilgan maktabi mavjud bo'lib, 2024-yil Open byudjet dasturi doirasida 1 va 2 mavsumlarda 34 ta loyiha bilan qatnashildi. 2024-yilning 1-mavsumida 6 ta maktab, 5, 10, 22, 27, 40-sonli maktablar hamda prezident ixtisoslashtirilgan maktabi g'olib bo'ldi. 5, 22, 27 sonli maktablar zamonaviy tipdagi usti yopiq 42 ga 22 o'lchamdagi mini futbol maydoni, yechinish va yuvinish xonalari bilan stadion qurish tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. 10-sonli maktab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish uchun faollar zali qurish tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. 40-sonli maktab 2 qavatli bino, 4 ta o'quv xonasi, 2-qavatida 250 o'rinli faollar zali qurish tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. Prezident ixtisoslashtirilgan maktabi moddiy texnik bazasini rivojlantirish hamda 30 kilovatli quyosh panel o'rnatish tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. 2024-yil Open byudjet dasturi doirasida 2-mavsumda 3 ta maktab, 5, 17, 20 sonli maktablar g'olib bo'lgan. 20-sonli maktab 42 ga 22 o'lchamdagi usti yopiq futbol maydonchasi, yuvinish, kiyinish va o'qituvchi uchun xona qurish tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. 5, 17 maktablar moddiy texnik bazasini rivojlantirish va jihozlar sotib olish tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. 2025-yil Open byudjet dasturi doirasida 1-mavsumda maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi ta'lim muassasalari 8 ta tashabbus bilan ishtirok etib, bitta 12-sonli maktab mavjud 2 qavatli o'quv binosini kapital ta'mirlash tashabbusi bilan g'olib bo'lgan. Tashabbusli byudjet imkoniyatlaridan bundan-da keyin ham unumli foydalanib, zamonaviy va qulay shart-sharoitlar yaratish doimiy e'tiborimizda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.